Har qalay bu mavzuda batafsil gapirgandan ko'ra bunga shaxsan o'zingiz guvoh bo'lganingiz ma'qul. Nazarimizda diqqatingiz markazida shikoyat xati. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, so'msizlar? Bir hayotda bir pastkash, ichi qora, bir razil tirnoqni ichidan kir qidiradigan odamlarni ko'rganmisizlar? O'shalardan bittasi menman-da. Hozir domimda bo'layotgan hamma muammolarni mana shu qog'ozga tushirib keldim. Qog'oz bilan hal qilaman-da men. Demak, sirasiz maqsadga o'tamiz. Domimizdagi muammolar. Hop, men Nazarbek Shamshod, menda u. Birinchi bo'lib, domimda issiq suv yo'qligi bois bolalarimni tunda hamma uxlagandan keyin soat 3:00 da cho'miltirishga majbur bo'lyapman. Ikkinchidan, podvalimizda suv toshib yotibdi. Bemalol balo' boqsa bo'ladigan ahvolda. Uchinchidan, mana shu joy zo'r deylik-a. Yuqori qavatda ismini aytib bo'lmaydi endi. Ne ismli qiz bor. Shuni oldiga har xil qizlar kelib turadi-da. Ularni yo'qotish kerak deb mahalla posbonlariga murojaat qildim. Bo'ldi deyishdi-da, kelishdi-da, 10 minutdan keyin jimgina chiqib ketishdi. Ha, hech kimga murojaat qilmadingizmi desanglar, murojaat qildim. Ana Toshkent va toshkentliklar ko'rsatuvi bor, bilasizmi? Ana o'shaga murojaat qildim. Nima degan javob keldi? Siz toshkentlik emassiz degan javob keldi. Iltimos, shu masalalarni ko'rib bersangiz, umid bilan Nazarbek Shamshod. Ya assalomu alaykum. Ya va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Ko'rib berasizmi? Javob xat keladi. Muammolarmi? Ha. Bo'ldi, yechib tashlaymiz bularni hammasini. Suvmi? Mana suv. Ya assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Fuqarodan murojaatnoma bor ekan, shuni ko'rib. Murojaatnoma? Hal qilib bersanglar. Shikoyat xati. Assalomu alaykum hokim buva. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Nima bu? Xat. Hokim buvaga tashakkurnoma. Yaxshi bo'lar ekan, shunaqa odamlar ham bor ekan, faqat ustimizda yozishadi. Domdagi yutuqlar haqida gapirmoqchiman. Yashang. Siz ajratgan 148 million so'mga issiq suv to'liq qaytadan qurib chiqildi. Juda ajoyib. Bir dinomang, hammasi ishlaydi. Podvaldagi bo'sh joydan unumli foydalanish maqsadida baliqchilik ko'li hosil qildik. Va qo'shimcha 8 ta ish o'rni yaratdik. Zo'r. Yuqori qavatda turadigan N ismli qiz. Bekitib nima qiladi? Nargizaxonim. Bu Nargizaxon haqida bizga juda ko'p tashakkurnomalar kelgan. Nargizaxonning mehnatsevarligi, bag'ri kengligi hammani birdek xursand qildi. Nargizaxondan butun mahalla ahli rozi. Ayniqsa Nargizaxondan mahalla posbonlari tun-u kun xabar olib turishdi. Keyin mana shunaqa bizni maqtab yozgan odamlarga xursandchilik bo'lsin, yaxshi kayfiyat bo'lsin, gilam beringlar. Olib chiq gilamni. Olib chiqib beringlar hokim buvaning nomidan deb. Ber. Tezda bor. Hopga. To'xta. Qayoqqa? Uni uyga borib kenayinga berganda skletdan sholcha olib chiq. Hop. Sizga ham rahmatmish. Olib keldim? Ha, yaxshi. Bo'ldi. Mana mashina o'sha fuqaroga berib qo'yasiz. Bu hokim buvadan xat. Rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamasdan. Keldimi javob? Ha, keldi. Mana Buncha tez. javob xati. Keyin hokim buva nomidan anaqa Nima? gilam laqabli dasturmol berib yubordi. Nima qilaman buni? Hozir ana javob xatini o'qib ko'ring, kerak bo'ladi. Hech kimga javob kelmasa ham menga keladi-da. Javob xati Nazarbek Shamshodga, menga-da. Birinchidan, agar issiq suv muammosi sizni qiynayotgan bo'lsa, siz bemalol kelesga issiq suv muammosi qiynayotganingiz bo'lsa, siz bemalol kelesga ko'chib o'tishingiz mumkin. Shunda siz sovuq suvni ham qadriga yetasiz.
hammasi ideal bo'lmaydi-ku. Mayli, ikkinchisiga o'tamiz. Podvalda suv toshganligini yozibsiz. Undan ko'ra mahallada hashar uyushtirib, shu podvalni tozalasangiz yaxshi bo'lardi. Har holda bu domda o'zingiz yashaysiz, hokim emas. Birga yashasak yaxshi bo'lardi, ha? Ko'rardik. Ne ismli qizga asotil tekkizmang. Haqiqatan tekkizaman bo'lmasa. Undan ko'ra bolalaringizga lift hojatxona emasligini yaxshilab uqtiring. Meni bolalarim bunaqa emas. Hamma hali shunaqami? Men ustidan kulasam, kerak bo'lsa, undan kattasiga ham yozaman. Hamma shunaqa yozib tashlayman hammasidan. Shu bolani ham ustidan yozish kerak-da. Darvoqe yoz bo'lishgan sizdan. Feel like I'm in love with you.